от души, что есть у меня такие брат, как ты, один ключик возьму, приедете на бой, отдадите мне навыки, то я его буду наказывать прям и в бою, и вживую вот так порву. Hatto gapini isbotlash maqsadida tishi bilan javob berishi haqida keskin bayonot berib chiqdi. Вот он интернетный герой. Kamil Karate bu safar golga $1 million emas, balki eng zo'r mashinani garovga qo'yishini aytdi. А мы за свои слова везде будем отвечать. Gold esa ortiqcha gap so'z qilmasdan Kamil Karateni bo'yinchasini qayirib qo'yishini aytib qo'ydi. Shahzod, Kamil nima deyapti? Kallasam tushiraman aka, urib qoldi. Ko'p gapirmayman aka, ko'rsatib qo'yaman inshaalloh. Bu ikki shovvozning jangi bo'lish ehtimoli yanada ortib bormoqda. Qadrli do'stlar, o'zi aslida kimning qo'li baland keladi? Goldmi yoki Kamil Karate? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Просто покажи таджикский дух, мы тебя верим. Порядочные мужики, ассаламу алейкум. Я вот в Грузии к братьям приехал в гости. Для чего я приехал? Что мы пустые слова, как Алпенгол, не бросаемся. Вот он интернетный герой, а мы за свои слова везде будем отвечать. Вот сейчас брату показал, с кем у меня Добро впереди пожаловать, бой. брат Камиль Гурузий. Отлично. Интересно будет это бой посмотреть. И мне самому интересно, единственное, что они только в интернете болтают. От души, что есть у меня такие брат, как ты, вот эти деньги, он не стоит, ни копейки не стоит. Поэтому оставьте родной себе деньги. Брат, ты же знаешь, мы машину занимаемся. Вот Выбирай это, ключи. вот это интересный момент, брат. Один ключик возьму, приедете на бой, отдадите мне навыки, то я его буду наказывать прям и в бою, и вживую вот так порву. Что скажете? Shahzod, Kamil nima deyapti? Kallasam tushiraman aka, urib qoldi. Ko'p gapirmayman aka, ko'rsatib qo'yaman inshaalloh. Ko'rasiz. O'zinglar ko'rasizlar, bolalar Kamil negadir Shahzodga tashlayotibdi o'zi. Na bir qanaqangidir jang haqida gap yo'q, na bir liga haqida gap yo'q. Hech Shahzod hozir o'zini muammolari bilan ovora, lekin Kamil negadir uni o'zi qo'yapti. Muammolar yurgan joyimga inshaalloh mazasini qo'shib qo'yaman. O'zbekiston jangimni kutgan. Men jangim shu yaqin o'rtaga aniq qilasiz aka, jangimni. Jang qilamiz xudo Shu bolani xohlashayotgan bo'lsa, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Kamil oxiri o'zingnikiga erishasanmi deyman-da. Tinchlik bo'lsin. Bo'y bo'lsin, bo'y. Voy bo'lsin.